Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımızı görüşünlerini karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirli görürmenlerimiz hamala malum boğandaki uzun yıllardan bir devam kılıvatkan programımızda xilma-xil temalarda, mavzularda şu sahanın mütehassisleri söhbet kılıp kilivatımız. Bugün şunun cümlesini tünügün elanımızda belgendek. Nayeti muhim bir temada Kur'an-ı Kerim'nin tefsiri hakkında tefsir müyesser hakkında söhbet kıldığanlığımızı elan belgendik. Saat 2'de idi aldı bilen bütün görürmenlerimizin keçirim sorayımız 50 neçe minut keçikken olduk. Bazı mihmallarımızın katmış bulanmaslığı sebeplik yeniden uğurlaştırış kep kaldı. Keçikkenlikimiz için keçirim sorayımız. Bugün hem de biz ötken katım yani bir türküm bir kadam ustadlarımız bilen Kur'an-ı Kerim'nin yeni tercümesi hakkında söhbet kılgan toqanmalarına aiti kızgın köydüңla. Bugün hem de yani şu Kur'an'ınki tefsir müyesser hamlak ekranında da körüp duruyatqandek bu İslam dünyasında aiti keng tarqalgan xilma-xil tillaga tercüme kılıngan bir türküm ulemalarınki birlikte tüzüp çıkan bu tefsir müyesser hakkında bunu hem ötken qetimqi Kur'an'ın tercümesini tercüm kılgan hürmetli Ustaz Muhammed Yusuf Qaracım tercüm kılıp halkımızga sungan bir tefsir. Bu haqda biraz paranlı şeyler dep teklif kıldık özüne. Aldı bilen kıymetlik mihmallarımla tanıştırıp ötsem stüdyoda yanımda Muhammed Yusuf Qaracım hemimiz tanışıp boğan şundakla Ebu Bekir Qaracım'ı keppadi bu tefsirge yakından birlikte hizmet kılgan ustazlardan köpten köp rahmet etimiz stüdyomuz keppe geldik namaz için. Şundakla programımızga yana Avustralya'dan Ustaz Abdusalam Alim katnaşıvatıda. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği bayanatçısı hem azalardan Ustaz Abdusalam Alim Avustralya'dan katnaşıvatıda. Şundakla Konya'dan Abdurrahim Devlet Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası şundakla Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Fanları doktorandı. Hemen mihmallarımla kıymetli vaktin çıkarıp programımıza katnaşıp geldik için köpten köp rahmet ettim. Rahmet. Allah razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Kadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Nəq Meydan'dan tarixli otudu. Ekran aldı çıkıp duruyatqan numarımız şundaqla ictimai uçur vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni, suallarыңlar bolsa soruşinglarni ümit qilamiz. Şundaqla köplegen qarindaşlarımızdan faydalanış üçün hem baharlap qoyuşuna hem unutmagaysizlar. Unda olsa bevosita başlap kötsek programını ustaz. Aldı bilen sizden sorsam bu tefsir müyesser qandaq tefsir bunu tercüme qilishga nima turtki bo'ldi deb so'rasam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu tefsir bilen ben şu 2018 yılı tanıştım. Şu vaqtida ben şunun ikinci qatimliq tuzitib besilgan nusxasi ekan. Şunu o'qib, muqaddimesini o'qib nihoyatda qiziqib qoldim. Bu muqaddimesida debdi hozirgi zamonda hamda haliqi ko'p qismliq tafsirlarni o'qishga kishilarning vaqti yo'q. Ham eng ishonchli, eng ixcham ayda bir tafsirni barliqqa keltirish uchun shu Saudiya Arabiston Qur'on Kerimni besib taqitish akademiyasi ish boshlatdi deydi. Shunlar dunyodagi ashuna mashhur tafsir olimlarini yig'ib, shu olimlarga bilan birlikda bu tafsirni vujudga chiqargan ekan. Chiqarib birinchi qatimqi besilishda ba'zi xatoliklar, ba'zi imtiyozlar bo'ldi. Ikkinchi qatim uni tuzitib bosdik deb shunday degan gap bor ekan. Shundan keyin muqaddimasini o'qib nihoyat qiziqib qoldim. Men hamda bunda bir ixcham bir tafsir yoki uzamnaliq 10 tomliq tafsirni ashundan ixchamlab, bunda bir tomliq qilishga qanday bo'lar degandek o'ylayotgan bir vaqtda qarasam, buni uchirgandan keyin shuni o'zim tarjima qilsam bo'lgan deb shu tarjima qilishga boshladim. Şu çağda 31 tilga tercüme kılınıp bulaptı iken, hazır bana 32 tilga tercüme kılınıp buldu. Onun için tercüme kılınan buluşu mümkün. Bunu 2020 yılı bir katım baskan tok. Onun için yine kayıt bir tahrirlep Ustaz Abdurrahim Devlet, Ustaz Ebu Bekir Qaracım, Aşlavul'un kayıt bir tahrirlep maqatim neşrige tayar kıldık bunu hem de. Hoş hoş.
Bu müşdak bir hazır İslam dünyasında üzününki mukaddimesini yazıp koyarlık, şu tefsirini teyar kılganlarınki. Hem de en ixcham başka tillarga tercüme kılış için münasip, ihtilafsız, en kuşluk tefsirinin ra'yini elip, ama müşdak kıska teyar kıldık dep şundaq deylik. Şunun bilan hazır dünyada bu bek meşhur olap ketdi bu. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebeviydi bu şunun jiq qap qo'ydi, jiq o'qiydi kishilar ama dunyoning har qaysi joylarida tarqalyapti. İşte bizning Uyg'ur tilimizdami ashuningda bir nusxa bo'ldi endi, Allohga shukr. Xo'sh, xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ustoz Abdusalomga bir savol so'rsam mashadamda. O'tgan qatimliq Qur'on tarjimasida sizlar qatnashib bo'lganlar bilganimda har ikkilisini qo'shib so'raydi. Islomda uzun yillik Muhammad Qarajimning uzun yillik do'sti ham butun ishlarini qo'llab kelyaptilar. Qarajim haqida va bu Qur'on tarjimasi va tafsir muyassar haqida qanday so'zlar bor, bir anglab baqsaq. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah ba'd. Sözümün başında şu işini ro'yobga chiqargan Allah subhanahu taala yordami bilan tirishchilik ko'rsatib, armay tarmay necha yillar kuchlarni sarf qilib, shu natijani qo'lga keltirgan qarindishim ustozimiz Muhammad Yusuf Qarimni tabriklaymiz. Bütün Sharq Turkiston xalqi nomidan va o'zimizning nomidan alhamdulillah. Bu biz uchun yetgan eng cho'ng Allohning bizga qilgan eng cho'ng in'omlarining birisi. Bu ilimlarninki türlerini ait köp, hemimiz bilimiz. Bulupmu dini ilimler üstündeki hizmet, bu biz için boğanda, bulupmu biz Şarkı Türkistanlıklarına nisbeten yapıldığında belki mühim ilim. Bizden tarihimizde, şu müstemlege asarette kılış tarihimizde, biz bu ilimlerden cık keyinde kalgan. Nurgun alimlerimiz, yütük alimlerimiz öz vaxtıda tefsirlerini yazıp kaldığan bolsunmu, nurgunları şu yazılgan peti, neşreden çıkanmay qalgan yoki bir qismlari bo'lsa yerim yotiqib qilib davom qilinmay qalgan va hattoki shu yozaman deb vatan ichida shuningga tamshilgan yoki harakat qilgan olimlarimizningki manbalari yetarlik bo'lmay nurg'un arzu istaklar bo'lgan olimlarimiz dunyoning o'zininki arzu istaklarini o'tiq chiqarmay dunyodan ketgan olimlarimiz oz emas. Ammo bizning qo'limizga vatan ichida yetgan 80-yillar davridagi ozgina bir kunning siriqi issiqi bilan kengchilik bo'lganda shu vaqtdagi bar olimlarimiz uchunki bar imkoniyati bilan nurg'un xizmatlarni qilishgan bo'ldi. Ammo yezib diniy materiallarni xalqi bilan tunishtirish uchun faqatlam Muhammad Salih Damullah rahmatli shuningki alayhi ko'rinarli xizmat bo'lsa-mu, butun Sharq Turkiston ichida shu vaqtning o'zida nurg'un olimlar bo'lsa-mu, bu xizmatlarni qilish imkoniyati har xil tufayli bo'lmagan. Ana alhamdulillah 83-yildan boshlab Sharq Turkiston xalqininki yeni islom diniga bo'lgan muhabbatini qaytadan qo'zg'alishi, bu kichkina yuchuqdan taxmi foydalanib avlodlarni diniy ta'lim tarbiyada yetishtirish uchun qurban berish orqali kichik o'smirlarni, bolalarni, narsiydi bolalarni, hatto 9-10 yoshlik bo'lgan bolalarni yurtidan yiroq boshqa bir yoq yurtlarda faqat Alloh rizosini maqsad qilib shu yerga chiqargan ota-onalarninki shu bergan nimalar qurbonliqlarning natijasida mana hozir 40 yil atrofida vaqt o'tdi. Şu jarayonda Allohning fazli bilan nurg'un Sharq Turkistonlik yoshlar vatan sirtiga chiqib o'qishmagan davlatlarda, musulmon davlatlarda, Pokiston, Misr, Saudiya Arabiston, mesela Turkiya va boshqa rayonlarda o'qib, alhamdulillah Allohning fazli bilan nurg'un ilmlarga muyassar bo'lgan, erishishga muyassar bo'lgan bo'ldi. Mana buningki shu 40 necha yillik shu silingan uruqninki natijasini biz shu bir necha 10 yil jarayonida alhamdulillah şu xizmatni qilayotgan olimlarimizningki, o'zimizdan chiqqan olimlarimizningki nimasi bilan ko'rdik. Nurg'un kitoblar tarjima qilingan bo'ldi. Nurg'un masalan tafsir Ibn Kasirga o'xshash tafsirlar tarjima qilinib, bizga eng muhim bo'lgan materiallar alhamdulillah ro'yobga chiqdi. Yani buning ichida hammadan ko'rinarli bo'lgani va eng natijalik bo'lgani masalan şu Muhammad Yusuf Qarimninki qilgan nimasi xizmatlari bo'lib, buningda o'xshamagan nimalarni diniy materiallarni, diniy darslarni o'tirg'i chiqarish, masalan din hayotdan iborat bo'lgan 2000 suallik bu nayt cho'ng butun musulmonlarga intayin muhim bo'ladigan qachon bir narsaga duch kelsa echiblar ko'rib o'zining diniy masalasini hal qilishga foydali bo'ladigan. Mana shundan boshqa nurg'un islomdagi oila tuzumi deymiz va boshqa yozgan materiallarning sonini deb bo'lmaydi hozir. Ammo bu Qur'onning tarjimasi va tafsiri haqiqatan
nayet bir çoğun kutuk. Elhamdülillah Allah subhanahu ve ta'ala'dan kubul kılışını ve onu elbette Allah subhanahu ve ta'ala özü yaxşı görgen en bendilerin içinde Kur'an ügetken ve Kur'an ügengen bendilerin Allah en yaxşı gördüğünlüğüne özü jakarlagan bu hizmetke Allah subhanahu ve ta'ala Muhammed Yusuf Qarın'ı bununla Allah eriştügenligi bu Allah'ın katta nimeti bir vasıta kardeşimiz olsa umumen bütün Şarkı Türkistanlıklara Allah'ın katta merhameti. Bizden bu şu dini malumatımız pek naçeklik aletli boğan vatan içinde. Çünkü bu şu asaretlik neticesi zalim düşmanlarınki kol astıda, besim astıda. Ama ustazlarımızdan, alimlerimizden getirişçileri ulanın ihlasınınki biz neticesini kırvatımız bir yerde. Hatta Allah'ın ihlası, ustazlarımızınki ihlası, mesela Muhammed Yusuf Qarı asasını vatan da ağan. Şu yer elip bu ilimnin kıymetini şu yere tunuğan. Ve ustazlarınki bir kızıktırışı, himmet verişi bilen bana bu şundak bir işine kılış arzusu, istekli şu vatanda peyda bulup sırtka çıkıp okup tirişip bana Allah subhanahu ve ta'ala bana bu şu kıskığını bir onunla 20 yıllık vaxtıda mesela okuşunu bitirip ma'lum başka bir yerde hizmetlerinde okutukçular hizmeti Saudi Arabistan radyosunda hizmet kılış şu jarayanda mı adamni hayran kaldırdıgan ve başkalarına hakikaten bir örnek boğan, başkalar bunu bir öz için ölge kıldıgan bir tarafı. Ben bir neçe kıtım ustazın üyüde boğan buldum, ziyarette bulduk. Özünün mehman dostluğu o gap yok. Ama hem mehman dostluğunu kıp boğan deyken hemmesi özününki aramını alışqa başlığa vaxtında özü yena, özününki muşuk kılıvatkan hizmetini toxtatmay. Künüge az degen 2 saatin 4 saat vaxtını kurban kılıp muşun hizmet üstüde boğanlığı. Bu muşundaq bir tirişçilik, muşundaq bir bedelninki neticesi kıldıgan narsa. Mesela elhamdülillah okugan, ilim öğrengen, Allah ilim inam qilgan qarindoshlarimiz nayt köp. Ama bundaq bir xizmatni qilishni hammadan orzu bo'lgan taqdirdami qilinmaydi. Agar qilish qobiliyati bo'lgan taqdirdami buning uchun vaqt ajratish, uningga loyiq energiya bulush, sabrchanlik, ham oila va boshqa nurg'un besimlardan halqib xizmat qilish to'g'ri keladi. Bu bir alaylı bir tirişçilik, bir cihat Allah yoldaki. Biz bu şunda qaraymiz. Allah subhanahu ve ta'ala bu hizmetine muvaffaq qilgan. Endi bu tafsirga kelsak, men bu tafsirda uchrashgan vaqtimda 5-6 yil burun buni ko'rib men intayin arabchisini, aslimisini arabchisini ko'rib bak xursand bo'lgan. Ilgari malaqa muxtasar tafsir Tabari, tafsir Tabarininki muxtasarlari bo'ladigan va boshqalari bo'ladigan amma maninki nimesi tefsir qilish uslubi o'zgacha. Birincisi mesela bu bütün tefsirlarninki mig'izi javharini yig'ib bir yerga kelgan tefsir. İkincisi bununki sunush nimesi naiti oddiy til bilan amma odatda bir arab tilidan xabar bo'lgan odam tushunadigan bir shunga bola arablarni ko'p qo'llangan bir tefsir. Endi bu bizning xalqimizda esa buning tarjima qilinishi xalqimizning Qur'oni Karimning tarjimasini o'qib ma'lum bir nuqtani, ma'lum bir mazmunni tushungan bo'lsa, bu tefsir orqali texmi o'zininki düşüncesini aşırış ve Kur'an'a bo'lgan muhabbeti ve bu Kur'an-ı Kerim'ni en yaxshi ravishda tushunib o'qilaydigan va unga yaxshi amal qilishda bunaytu yaxshi bir turtki bo'ladigan bir yaxshi ilmiy ve bir diniy bir xizmat deb qarayman. Yana oxirda yana Allah subhanahu va taolodan bu qilishimizdagi bu sadaqasininki bu xizmatda qiyomatgacha sadaqa jariy bo'lib, xalqimiz bundan foydalanib bu bizningki Sharq Turkistonlik nasllarimiz, avlodlarimiz uchun yaxshi bir yetakchi, hidayet bir nuri bo'lib qolg'usi degan tilakdoshimiz. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hamda ustoz Abdurahim Davlatdan bir savol so'rasam, masalan, siz bu tafsirninki ham boshdan oxir ko'rib chiqish, ham Uyg'ur tilimizga til jihatdan buni tahrirlab berish masalasiga ham mas'ul bo'ldim deb. Şunlarda hem şu tefsir hakkında ilgili programımızda mukatmış olan bir aklam her iki tefsir müyesser ve Kur'an tercümesi hakkında kesilen bir göz kararlarını ötken basak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. En avval muşunda bir emgekni vücutla çıkan Muhammed Yusuf Qaracım var. Rahmetimizni şundakla ictihatıga özümüzün qailliğini bildiririz hem. Çünkü üstel aldıda oturup qog'oz qalamdan oldida kunda bir necha soat o'tirish nihoyatda ta'sir. Muhammed Yusuf Qaracımning hozir qilgan emgaklarini varaqini sanasaqmi? Sanab bo'g'ilib bo'lmaydigan, o'qib bo'g'ilib bo'lmaydigan darajada nihoyatda usuldor o'limalarımızdan biri. Bu jihatdan bu bizning barliq o'limalarimizga alohida bir ilgi sabab deb o'ylayman.
Xo'sh. Avval sözümni şunu oldan başlay. Muhammed Yusuf Qarajin bu tefsirinin tercümesini qilib bo'lgandan keyin menga avatib berdi. Bunga 2 yilcha bo'ldi. Shu vaqtda buni bir tahrirlash kursiga erishganimga bir sharaf his qildim o'zimni. Shuning bilan hemen derhal ko'rib biray deb bir hisobdan bir tafsili o'qib chiqdim va fikr berdim. Til nuqtasidan ba'zi bir o'zgarishlarni, ba'zi bir taklif fikrlar bilan o'rtoqlashib tahrirlagan bo'ldik. Ammo umumiy tahrirlash davomida men bu tercümede alaycık tahrirlab ketgudek bir masala his qilmadim. Men o'zim sal shubhalangan, gumon qilgan yerlarimni Yusuf Qarajin bilan doim telefonda ko'rishib, o'rtoqlashib maqdik. Xo'sh. Muhammed Yusuf Qarajin bana aytdi, to'liq kamtarlik bilan har bir fikr taklifimdan aytdi. Kamtarlik bilan qabul qildi. Mesela men bilan munoziralashib, talashib o'tirib, ya uni silunda degan bilan bu mundaq emas. Deydigan unda bir meseleге hazırlıkları düşküp bakmadık. Qarajinni bu kamtarligimi, meni alayda bir qoyilligimni qo'zg'adi. Xo'sh. Tafsirning alaylik haqida yuqorida ikki ustozlar aytib tafsirli so'zlab o'tdi. Bu vatanda vaqtda men buni to'g'ri tushirib, azroq o'qib chiqqan shu vaqtda mushu tafsir bir tarjima qilish kerak ekan. Mening bekrak vaqtda diqqatimni tortgani bu tafsir muyassarning bir kollektiv o'limalar tarafidan qilingan emgak ekanligi. Kelishsizga qaraydigan bo'lsak, uni ko'p o'limalarning o'rtaq emgakiga vujudga chiqqanligini ko'ramiz. Bu tarafini odamni jalb qildi. Chunki o'pchi aql albatta ba'zi xatoliklarni sodir bo'lishining oldini ola oladi. Shu bu nuqtadan bu tafsir birisi til jihatdan o'qishchanligi yuqori, tushunishlik. Ondan keyin mesela biz hozir qadar Uyg'urcha tarjima qilingan cho'ng tafsirlarimiz chiqdi. İşte İbn Kesirning tafsiri chiqdi. Boshqa Muhammad Sabuniyning tafsiri chiqdi, Ahkamul Qur'on. Va boshqa tafsirlar bor. Uzun bo'lganligi uchun kishilarimiz to'liq o'qib bo'lolmadi. Hatto o'limalarimizni to'liq o'qib bo'lgan bo'lishini aytaylik. Ammo ma'va tafsir labziy tafsir tarjimaga qaraganda bir qadar kengroq. Cho'ng tafsirlarga qaraganda yig'inchoq qisqaroq. Yani umumiy avamning Qur'onni bir tushunish ehtiyojidan ma'lum darajada chiqalaydi. Bu nuqtadan alayda ovoz bak tuvalab o'zgachilik bor. Mening ovozim bu. Mesela ülkek yaklaştıracak. Anladığım ki Kur'an-ı Kerim'den tercümesi gelsek, o tercümeme onuma şu okup çıktım. Hem bu tercümeden en mühim yeri biz altın katılmak sohbette mesela tefsir sözleştiğinde onu kayıt tekrarlaşın hacet yok. Bir yılga yakın vakit içinde Ulemalar Birliği'de məxsus bir işxanada ustazlar yığılıp oturup her bir cümleni tekrar okup çıktı. Şu davamda mesela biz Abu Bekir Qarajin bilen Muhammed Emin Bişaret namallanma. Onun bilen Yusuf Qarajin bilen devamlı telefonlaştık. Bazı meselelerge düşkege vakitte biz telefonda ortaklaştık, fikirlerimizni verdik. Mesela ben bir qancha ayetning tercümesi hakkında üzerine fikrini Muhammed Yusuf Qarajin'e verdim. Hazır bazı isim de yok. Mesela şuların içinde birisi hazır isimde. Kur'an'daki yanlı içinli israf kılmalar diyen ayetler. Hoş. Aslideki tercümelerde israf kılmalar da verilgan. Kur'an'daki ayetin Arapçası mı? İsraf kelimesi işletilgan. Ve şu vakitte ben Arapçadaki israf bilen Uygurca istimaldaki israfdan beyanısı biraz farklılaşını istedim. Şunu biz bunu yanlı içinli aşırı etmekle dep tercüme kılsak takımı doğru oldu. Dep bir fikir verdim. Çünkü Uygurca istimalda israf kılış taşlı etiş mühendisi de. Yani tuluk yevetmeyi, tuluk içmeyi onu taşlı etişini biz israf kılış deyimiz. Mesela biz tamakla aşırı koysak onu israf kılmayı yevetin deyimiz. Yani bunu taşlı etmeyi, zayi kılıp etmeyi diyen meyanda. Avazım bir vatandı. Kevatın. Evet. Ama Arapçada esrafa fiil ettiği vakitte malum bir işte şu işinin hektarlığı yetkizip çekimini aşırı etiş.
Bu ayetni gözü tutmakçı boğunumu, yanına içinle taşıratmağına demek emas, belki yanına içinle. Ama yiyiş ve içişte çekidin aşır etmağla mesela. Haddinden ziyade köp yap içmağla. Mesela dostluqlarını bol qilib etmağla. Degan ma'noni o'z ichiga oldi. Ammo Uyg'urchadagi isrof qilishda bunday ma'no chiqmaydi. Mesela biz ko'p yegan bir odamni siz isrof qilibsiz demaymiz. O'zining ehtiyojidan ortiq do'stligini zinnatli olgan odamni biz isrof qilibsiz demaymiz. Ammo oyatning arabchasida oyatga isrof ma'nosida o nuqul tashlab etishlar emas, balki iste'molni chekidan oshirib etish. Ma'nosi bor. Shuning bilan buni biz oshirib etish deb olsak, rasmiy to'g'ri ma'nosi chiqdi ekan. Shu taklifni berdim va shunda elib tirnoqda biz izohat kirgizdik. Xo'sh. Ya'ni bu tarjima xili ko'p kishilarning o'rtaq amgaki bilan vujudga chiqdi. Ana oxirida ikki nuqtani qistirg'im keldi. Shu bir qancha kundan yoqib ba'zi bir kishilarning Muhammad Solih Damollam tarjima qilgan bir Qur'on to'g'risida nimada bir Qur'on tarjima qilishga ehtiyoj tug'ilib qoldi. Degan gap to'la bo'ldiki, bu iliqi faqat bir o'rinsiz bir savol deb o'ylayman. Xo'sh. Qur'oni Karimning tarjimasi Uyg'ur tilida emas. Mayli Türkçe, mayli İngilizce, barliq tillarga qaraydigan bo'lsak, ajoyib ko'p tarjimasi bor. Albatta. Bu tarjimalar hammasi birisidan osmon zamin farqli emas. Ma'lum darajada farqli. Ba'zisi til uslubida farqli. Ba'zisi o'zi tutgan mazhablarga asosan ba'zi oyatlarning inchki ma'nosiga o'zi boshqacharoq bir ma'no aytgan. Shunlashqa ilgirki tarjima bilan keyingi tarjimani o'xshab qilishi, hatto ko'pinchasini o'xshab qilishi u muqarrar bu. U o'xshashlik qiliqi mesela çikit peşreye kadar köçürüp degende ki adaletsiz bahalarını okudu. Elbette çikit peşreye kadar okşaş oldu çünkü Uygur dili okşaş bir gramatik kaidesi ege. Bundan çikitleri, peşleri bir cümlede başka, yeni bir cümlede başka koyulmaydı. Ama tepsili inç karap bakıdığan bolsak, meyli ustazımız Muhammed Salih Damallar'ın tercümesi ve kiyinki kollektif tercümeni, hazırlık tercümeni Esna'yla oturup bir seliştirirsek bazı farklarını körümüz, bayqayımız. Şunlaşqa bu tefsirlerin, tercümenin köp buluşu, bu normal ahval, ilim bana muşunda ilgirleydi. Deslepte kılganların bazı kemtük taraflarını, bazı sehvenlikten sadır boğan taraflarını kiyinkiyle toluklap memiş arkalık ilim mükemmelleşti ve terakki kıldı. Bu ilimden terakkiyat logikisi muşunda. Ama bunu hech qanday o'qib boqmay turib, ko'rib boqmay turib, nahaq tanqidga tutish adolatsizlik. Agar tanqidlaydigan yer bo'lsa, mening taklifim cho'qim bu tanqidlar konkret bo'lishi lozim. Masalan, ma'vu sura ma'vu oyatda manda tarjima muvofiq bo'lmagan, yaxshi bo'lmagan, xato bo'lgan yoki deb uni aniq konkret o'tirib qo'yish lozim. Ammo hech qanday masalani konkret demay abstrakt tanqid qilish o bir xil samimiylik emas. Mesela bu qamlashmabdi bu tarjima yoki ko'chiribdi degan gap emas. Ko'chiribdi bo'lsa qayerdan qanday ko'chiribdi? Qamlashmabdi bo'lsa qayer qamlashmabdi? Qaysi so'z qamlashmabdi? U stilistikalik nuqtadan qamlashmabdimi? Yoki so'z ishlatishda dal joyiga tushmabdimi? Uning o'rniga qaysi so'zni ishlatish kerakdi? Deb bunda konkret tanqid qilish lozim, shunda tahlil qilish lozim. Bizde şunda bir narsa var. Tanqid qilsak, konkret mazmunga yig'inchoqlanmaymiz. Adabiy asar tanqid qilsak mana shundoq. Masalan, bu asarning tarbiya ahamiyatini aytib kuchlik deymiz. Qanday tarbiya ahamiyati kuchlik buni? Konkret qayeri yaxshi? Sizni qaysi jihatdan tarbiyaladi? Masalan, naydi kuchlik badiiylikka ega deb qo'yamiz. Qanday badiiylikka ega? Onun stilistiklik alayidligi yoki majozi alayidligi yaxshi ishlatilganmi? Uningdagi til uslublari o'zgacha-mi? Uningga keltirgan misollarimiz qani, masalan. Baho tanqid mushu konkret detalliga, konkret halqiliga markazlashanmay, abstrakt baho berish, abstrakt tanqidlash bu to'g'ri ish emas. Agar tanqidlasak, chunki hech kim tanqiddan xoli emas. Payg'ambarimizdan boshqa hech kim tanqiddan xoli emas. Ve bu tefsir, bu tercümelerden çokum, qancha tirishsaqmi, çokum ma'lum bir
qamlashmagan yerlarning bo'lib qolish ehtimolligi bor. Dal shu masala haqida ilmiy adolatli baho berish bütün ulamolarning va shu tanqid qiluvchining vazifasi. Ammo tanqidni o'zining axloqiy chegarasidan olqitib o'tish bu tanqid emas. Bu jihatdan buni qo'shib qo'ygim keldi. Chunki bir tarjima tursa, yana bir tarjimaga qanday ehtiyojini tushidi degan gap bu ilmiy gap emas. Biz Türk tilida hatto Xitoycha Tungallarning qilgan nurg'un tarjimalari bor. Ondan keyin inglizcha qaraydigan bo'lsak, to'g'ri qarab, nurg'un tarjimalarni ko'ramiz. Shunga bu hatto bundan keyin Muhammad Yusuf Qarajimning tarjimasidan keyin yana boshqa biri tarjima qilishi mumkin. Bu tarjima qilsa bo'laverdi. Bu hammalarning haqiqiy huquqi. Agar ilgirki tarjimalarga o'xshamaydigan bir narsani o'tirib qo'yishga ishonchisi bo'lsa, ulamolarimizni tarjima qilsa, yaxshi bo'laverdi deb o'ylayman. Şuna buni bir qilib u Muhammad Salih Damollahga qilingan hurmatsizlik deganda yerga olib tushunish birazliqi psixik bir normalsizlik bu. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan. Ko'pdan ko'p rahmat. Bu haqda ayrim savolimni qo'shib bilan bir aqlam javob beryaptilar. Gayet güzel cevap oldu. Allah razı olsun. Ustaz Abu Bekir Qarajim, hamda sizga kelsak. Albatta o'tgan qatim suhbatda birga bo'ldi bu yerda Qur'on tarjimasi haqida. Bu tafsir muyassar haqida sizlar boshdan oxir buni tarjima bitgandan keyin arabchasiga selishtirish masalasi hammasida xizmatda bo'ldi. Sizdan bir ikki so'z gap anglaydi bu haqda. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Tebarekellezî nezzelel furqâne ala abdihi liyekûne lil âlemîne nedîrâ. Allah subhanahu ve teala Sure Furqan'ın 1. ayetinde biz bendisi Muhammed Aleyhisselam'a ehl-i cehennem'e agahlandırıcı buluş için hak bilan batılını ayırıcı Kur'an'ını düşüngen Allah berketlik, ulug' degan mush ayetni Allah bizga bayon qilgan. Bu ayet kelimede Kur'an-ı Kerim'nin bütün dunyoga yetkazish Muhammed Aleyhisselam'a bulganlığı ahli canlığa bayon qilingan. Kur'an-ı Kerim'ni yetkazish Peygamber Aleyhisselam'ın bütün insanlarga mas'ul bo'lgandek, Peygamberimizga varis bo'lgan ulmoniki bütün dunyoga Kur'an-ı Kerim'ni yetkazish mas'uliyati bor. Şunu bilen ulu Kur'an-ı Kerim'ni dünyadaki her qaysi ulamalar yüzden tilda tercüme kılınıp 114 parça tilga tercüme kılıngan. Bu Saudi Arabistan'da Kur'an'ın 5 neşr qilish Melik Pehti'nin şu akademisinde biz taqdilgan şu Kur'anlar. Şu tercümeni közden keçirish ulamalarniki Kurash jarayonida ulamalar en muvaffaq bir hammadan paylanadigan bir tafsir gezishni muhimligini hammadan paydalanish uchun Selef-i Salihlarniki yo'liga uygun tafsirning usul qoidasiga muvofiq ma'noyi ixcham, labzi qisqa, mazmunliq Qur'oni Karimniki maqsad g'oyalari aniq bayon qilingan bir tafsirning yaqinda tayyorlashning intayin zarurligi meydonga chiqqan shu tashvish jarayonida. Anda bo'lgandan keyin bu tafsirni shu akademi buni tayyorlashni ustiga olib dunyodagi Saudiya Arabiston va sirtiki ma'lum bo'lgan shu mashhur mufassirlardan bu shu tercüme qilishga muvofiq dunyoning tillariga, xalq tiliga munosib bir ravshan bir tafsirni yozib chiqishni talab qilgan. Shuning bilan bu tafsirni tuvandagi shart bo'yicha Salaf-ı Salihlarniki itiqodiga uygun. Ehl-i ve Cemaat'nin mezhebide bir tefsirini yazıp çıkış başlandı. Şunun bilen bu tefsir bir Türk'ün ulamalı
arqılıq talab qılğan bo'yicha yazıb Muropqa chiqdi. Bularmı tafsir qilish jarayonida ta'kidlangan ish, sizlar bu tafsirni boshqa tillarga xilma-xil tilga tarjima qilishni esingizdan chiqarmanglar. Cho'qim arab bo'lmagan millatlar nihoyatda ravshan tushunadigan, mazmunli qisqa, oddiy tillar bilan tarjima qilish qulay, oddiy nimalar lug'atlar yozish kerak deb bunlar qattiq ta'kidlangan. İxtilofdan xoli. Salaf salihlarniki asma-i sifatullah dema salaf salihlarga uygun ixtilofga kirmaydigan bunday bir tafsir bo'lishni hamma bilan qabul qilinadigan musulmon dunyo musulmonlarining ittifoqima ko'z tutilgan holda bir tafsir yozishni talab qilib mush ishni bak ta'kidlagan. Shundan bu tafsir talab qilgan loyiq maydonga keldi. Yuqoridagini Muhammed Yusuf Qarajim deb o'tdi. Xo'sh. Ba'zan jarayonda men takrorlamayman. Endi buni Uyg'ur musulmon olimlari bunday bir alayda maxsus boshqa tilga arab emas millatlarga tarjima qilingan uchun maxsus tayyorlangan bu tafsirni Uyg'urlarga yetkazish intayin muhim endi. Bu Uyg'ur musulmonlarning bunday bir foyda erish haqqi va albatta zul. Endi buni ustozimiz Muhammed Yusuf Qarajim buni darhol sizib, buni tarjima qilib chiqdi. Jafo mushaqqat bilan, tirishchilik bilan. Ama ona ait yaxshi tarjima qilib, maydonga chiqqandan keyin birinchi qatim tarjimani tezda tugab, ikkinchi qatim tayyorgarlik qilish talab qilinib, o'zim shuni shu maqsad kelgan ekan. Shu vaqtda mendan bu ikkinchi qatim tayyorgarlik qilish uchun sana şu tafsirini başına bir kurap çıksınlar Arapçaga silishtirib dedi. Endi bu yerda muhim bir masala var. Bu tafsirning 5'te bir boshqa xato tushunib qolgan. Qamusini deyman. Endi tayyorlovchilar ustoz Abdurahim Davlat, Abu Bakr Qarajim deb yozildi. Endi bu yerda ikkimizning xizmatimda ustoz Abdurahim Davlat endi bir to'shunas o'rtildi. Seviyesi bir tayyorlash, muharrirlik dersiga yetgan ustozimdi. Ama biz Uyg'ur tilida o binasi tayyorladik, u darajada emas biz. Lekin bu yerda xato tushunib qolsa bo'lmaydi. Ustoz bizniki qarindoshlar. Bu yerda ustoz Abdurahim Davlat Qur'onning ma'nolarini ham Uyg'ur tilida muvofiq bo'lgan tarafini tayyorlab, Uyg'ur tiliga tayyorlab chiqdi. Men arab tili bilan Uyg'ur tilini tarjima qilish jarayonida bir-biriniki mastash yaxshi bo'lmaganiga muvofiq bo'lgan ham ziyodalab qoldimi, qolmadi, kammi kam emas bu. Bu bir-biriga aytdi. Kamziyalik bormi? Bu shuni ko'rib chiqdim. Ba'zi yerda bir tushga tegishlik bormi? Bu arabcha nusxa bilan Uyg'ur nusxasidan. Shuni shu xizmatni qildim men. Buni bir muhim masala, buni bilish kerak ham jamoatchilik. Şunlar Qarajimning talabi bilan ben bunu 2020-yilda buga tushdim. Maxsus bir yil vaqt aytib, hech qanday boshqa aralashmay shu Qur'on bilan bo'ldim kunlik hayotim. Buni shu arabchaga nusxasiga kelima oyat silishib chiqdim tarjimasini. Ikki qitim. Bir qitim silishib, bir takbir g'ayarni yozib sundum Qarajimga. Ikkinchi qitim yana bir qanday buni yeni bir kurlar deb ikkinchi qitimma yani başta Arapçaga Uyg'urcha tarjimani Arapçaga silishtirib chiqib Qarajimga sundum ba'zan taklifini. Shu bilan bir yildan ortiq vaqtda bu Qur'on shunday bir tayyorlandı endi. Xo'sh. Endi bu jarayonda Qarajimning bu so'z eshitishdan jiq foydaladim. Men xursand bo'ldim. Güzel tarjima, labzi qisqa. Şunda tushunish qilyapti tarjimalar. Bundan da xursand bo'ldik. Ondan keyin bu bizniki tarjima qilib bu tuzishlar tugandan keyin ustoz Muhammed Emin Qarajim bishorat buni biz tuzib Qarajim bilan ikkilan muzokarasi qilib qo'ygan, yana belgi qilib. Bu ustoz Muhammed Emin Qarajim boshida yine kurab imla hataları tüzdüp ve tekst bürosu badi.
Hoş. Bunun bilen bu Kur'an-ı Kerim bisildi. Hem de bu tefsir müyesser kardeşimiz bununki ehemmiyetini daha bilişini ben umut kılmam. Yukarıda Abdülhamid Karacım degandek bu bütün tefsirlerin cevherleri elingan bunun. Mahsus başka til Arap emas kişilerin düşünüşü ve okuş için alayda tayyorlangan. Labz kıska Kur'an'ını bir düşünüp alaydı adamlar düşündüğün kolay bir tefsir. Şunun için her bir Uygur Müslüman kardeşlerimiz her Müslüman ayette birini saklap Kur'an-ı Kerim'de bu yaxşı bir düşünülüşe ve yaxşı amel kılışına umut kılman. Allah subhanahu ve taala hamımızne Kur'an-ı Kerim'e hürmet kılışqa Allah subhanahu ve taala bizge amel kılışqa muvaffak kılsın. Yine ahirette bir kıstırıp kitap yazılgan bir mesele. Bu nima uchun bu tercüme qilindi desa, yuqorida deb o'tgandek, bu Uyg'ur milletiga hamma millat gibi alayda bir tayyorlik qilgan bir tafsir bu. Boshqa millatga tarjima qilish uchun. Ana shuning uchun buni tarjima qilish intayin zarur. Ham bu yeni bir masala Qur'onning tarjimasi mi? Bu tafsir muyassarga asoslanib tarjima qilingan. Evet, Yusuf Qaracım. Chunki bu yeni bir alaylik bo'lgan uchun boshqa tarjima Qur'onda yo'q bir alaylik bor. Shuning bu tarjima Qur'onni mi? Bu şu tefsir müesserinin cevherlerini elip Karacım tercüme kaldığını his kıldığında sırışmış yanında. Allah razı olsun. Onda bu bu alaydilik ne? Hem kardeşim his kılıp yeni tercüme kaldığı için tebriklep dışı lazım. İkinci, mal tankıt kalıp köpülüp gitti. Biz bu Karacım'la müzakerleşken gelip mal deşke. Bunun cevabını verdi. Eğer bir adam bu Kur'an hakkında ya tefsir müesser hakkında bir tankıt kılısı olsa boya manda olab qaptı. Asli manda buluş kerakti deb tefsirlerge seliştirip yazıp manda buluşkanda ilmi kabiliyetini çıkarıp aşağıda doğrusu mağı deb yazıp Mehmet Yusuf Karacım öse ikinci kıtımını baskanda tüzetmekçi. Bu bir işik doğruluk. Bu tankıt kış usulü. Hem bu istihat diyorlar. Ama anda kımay torgu yazıp halgançı yakılıp işikleşip koyan işikten giymey Doğru. Öyle yaklaşıp görmediysen bu ahlakıma uygun emez, bu Müslümançılıkıma layık emez. Şunun için tankıt kıldığı Allah İslam'ın izzet abroyga ve ülmanın izzet abroyga dikkat kılışını biz tankıt kılgan yaxşı olganday qarab Allah aldığı bir azap uçup kalmasını umut qilmayman. Rahmat, Allah razı olsun. Ama tankıt olsa iş uçuk, bana Karacımga arım yüzdeki elbette. Besi buludu ama tor değil arkadaşlar acıt yok. Biz bunu kaydı baskanda oluşup bunu tüzdüğümüz digaykenimiz başka adamlık torlarda eyüplaş, hakaret kış hakkı yok ama andak kalsa cehennemde teyavusu butu. Vağırda ona elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmet dikin kimi Abdurrahim Devlet ustadımı dedi yani abstrakit bir şekilde bırakılam kılmayı hiçbir narsani delil keltirmey turup eğer kabiliyeti olsa şularınki çokum aşı bir konkret halette tutup durup teklif fikirlerini, tanqidlerini bas buldu elbette efendim. Gayet yaxşı. Karacımdaki degan gibi bir teklifim keldi. Bu şu Kur'an-ı Kerim'nin tercümesini biz en ahir tayaqib bo'lgan vaqtida va ulamolarning 7-8 kishi xalq tarjim boshliq ayna tekshirdi ya bular 5-6 ay tekshirdi. Shu tekshirish jarayonida tefsiri müyesser bilen el-mulakhas ve tefsir mi? El-muhtasar fi tefsir. İkisiga seliştirdik en ahiri. Yani şu tefsir müyesserge udulladık da. Bu tefsir müyesser aynı vakitte üzü bu tefsir müyesser üzü bizninki açı tercümeninki asası menbesi bulap kaldı bu. Hoş. Hem de onu cık tefsirlerge seliştirdik. Mesela 14'ge yakın tefsirin elip ajnaqlığa yazıp koyalıq zaten. En ahirki tekşürüşü şu tefsir müyesser bilen el-muhtasar fi tefsir. İki tefsirini qerindaşla aşnağı seliştirip durup ayna kıldı mesela. Hem de muşunun da kuşluk degenini aşnağı aldık. Hem de tefsirlerde her xil bulduğu. Şuna aşnağı koşap koyalım ki. Üstadım da şu ötkende tercüme Kur'an'ın tercümesi hakkında paranlaştık. Bu tefsir müyesser hem de onundan biraz özünün hem de ikisini seliştirsak bir iki ağız yapılan alayidlik hakkında. Bu biraz mesela texinbek ötken kisi en kıska, en ıhcam şeklimde ayetlerin. Emiliyette sılından tekin 10 tomluk kitabıma çıkış aldı da. Bunu hem de ma tefsirde texinbek her bir ayetinin düşüncesini
texinbek echib, texinbek chunqur tushunmoqchi bo'lgan kishilarga xitob qiladigan bir shaklda tuzilibdi hamda. O'sha ikkisining farqi haqida bir ishga olsa. İkisining farqi hamda avu tarjima bo'lganligi uchun biz hamda shu men tarjimada shu ma'noga diqqat qilish va shu lafzidan chekatmaslikcha hamda shu lafzininki chegirisi bilan shu oyatninki shu o'zining tarjimasini qilish ham deyadi. Anda bo'lgandan keyin u qisqa bo'ladi, u qisqa so'z bilan ifodalanmagan yani tirnoqning ichiga yechib tushuntirmayman deydi. Ammo tafsir undan erkin. Bununki hamda bunun meydani kengri. Tafsir degan zaten Kur'an-ı Kerim'ninki ma'nosini sharhlagandan o ma'nosi emas, faqat sharhisi bu. Sharhisi tafsir tushuntirilishi bo'lgandan bu tushuntirishda tirnoq echishga hojat yo'q. Shunga shuni boshqa bir sharhlagan odamning gapi bo'lgandan bizning gapimiz deb turib qilgandan keyin buni bu tafsilroq bo'ladi va bakroq tushunishlik bo'ladi hamda u. Bakroq tushunishlik o'zimizning tushunganini bundaq tushundik ma tafsirdan degan qo'ygandan keyin qayta o'qirmanmi shuni tushunganini bunda tushun. Endi tarjimada Alloh taolo nima degan bo'lsa Alloh taolo bunda debdi mushu ma'nosini biz mushu bilginimizni bunda tarjima qilgan gap hamda o'z aynısini ashuna qilgan gap uningda biroz cheklik hamda sirtga chiqib olmaydi. Ma'ninki nimasi maydoni kengri qanchalar uzurtib yana tafsir qismi bu masalan bir oyatni qanchalar gap qismi yana bo'ladi hamda. Anında oyatda bağının o'zining ortiqni qilg'ili olmaydi. Agar bak qilg'imiz kelsa tirnoqning ichiga etib qiliqliq tirnoqning ichidagi zaten tafsirdan elingan gaplar deganlikni bildirdi hamda. Ammo o'zi tafsir bo'lgandan keyin tirnoq etishmi ketmaydi. Hammasi tafsir hamda. Ya'ni Qur'onning ma'nosiningki oyatning sharhisi, desak, sharhisi tushuntirilishi degan bo'lgandan keyin bu kengroq hamda undan. Xo'sh, Alloh rozi bo'lsin. Ustoz Abdusalom Qarim hem de hakikaten Kur'an'ımızda Rabbimizin özü eğer de bu sözlerini hakikaten eğer şerhileşik doğru gelse bütkül zimindeki denizler siyah olsa del dereklerinin hemmesi kalem olsa yine yezip tüküt bulanmaydıgan derecede bir deniz hem de. Şunu tarihten bir nurgun ölüm alırımız 30-40 aşındak ciletlik tefsirlerini yezip millet ümmetke sunup hazırgacha dünyanın nurgun joylarida xilma-xil tafsirlar davom qilyapti. Va qiyomatgacha kim bildi davom qildiganmi bu Allohning dengiz ilmlarini sharhlaydiganlar. Hamda bu yerda bir ko'rimimiz debdiki Qur'onni o'z tushunchamiz bo'yicha Alloh mundaq demakchi deb tafsirlash to'g'ri emas-ku deyman degan bir savolni beribdi. Hamda bu sizning shu ko'z qarashingiz acaba Allohning so'zini tushunmasak nurg'un millatlar faqatlam arablarlam tushunadigan bir din bo'lib qolish kerak. Siz biroz ochsanmish masalani. Ovozlari past. Ovoz yo'q. Ovozni aytyaptimi? Emdiçi. Keldi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala biz insanlığa bunu hidayet kılıp tushundik deydi. Bütün insaniyetga. Albatta bu tushishi arab tilida. Arab payg'ambarga tushgan bo'lsa-mu, ammo buningdagi Alloh subhanahu va taolaninki so'zning degan so'ziga asosan bir Allah bunda demakchi emas, Alloh shunday degan. Qur'oni Karim bütün insanlar uchun rahmat, bütün insanlar uchun hidayet, bütün insanlarni haqqa chaqiradigan bir Allah subhanahu va taolaning so'zi. Ana bunu Qur'oni Karim Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam nazil qilgandan keyin Peygamber bunu qabul ügünüp, yadalab, Allah onun kalbine sağgandan keyin sahabalarga ügütüp tedrici bu Arap dili aynı şekilde Kur'an ügütülgen, talimi terakki qilgan. Başka Arap bo'lmagan kişiler İslam qabul qilgandan keyin bu ularning şu Kur'an tilini ügünüşü şart bo'lib kelgan. Çünkü Kur'anni ügünmey turib, Kur'anni asli Arap tilida ügünmey turib, namaz, nurgun ibadetine kılamayız. Bu nimesi? Ama onu düşünüş. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala "Efela yetedebberunel Kur'an." Kur'an'ı ola oylab tefekkür kılıp öğrenmemdi. Bunun için bir akıl idrakını biz elagen akıl idrakını bunu şıkslap durup bunun özüge yeterlik bo'lgan mazmunlarını düşünüş ve bu arkalık hakni görüş, batılın hakkının ayrısını farklandırış için bunu biz insanlarga tushundik degan nokta bo'lgan ki elbette bunu şu nokta bo'yicha tushunamiz. Hani biz bunu tafsirga kelgan vaqtimizda bunu ulamolar her devirde özününki düşüncesi, şu devirdeki kabiliyetiga göre, şu devirdeki terakkiyatınki her sahadaki ilmi terakkiyatlarınki göre bunu tefsir qilib keladi. Yani bunu
ekilip yak bu Allah mında demek işte digenlik manası bu yer Allah mında demek işte emez. Biz muşundaq düşengen tok bunu. Biz Allah subhanahu wa ta'ala ma sözünü biz ma düşençini düşendik demekçi asli. Yani Allah'ın degeni mundaq direp Allah'a bir narsa öğütüş emez. Bunu anlığı bunu başkalar hata düşünüp algan, hata anlıp algan buluş mümkün. Meyette Allah subhanahu wa ta'ala degen sözde hiç qanday özgörüş yok. Özgermeydi ta kıyametke okşaş. Ama bunu anlıqçı, bunu tercüme qilgan adam, tafsirini qilgan adam onu özünün ba iqtidarıga, ilmi küçüge ve başka menbalarga onunğa nima qilib turib, şundan paylanıp turib, men mani mundaq düşendim deydi. Şuna tafsirlarning şunun asasen tafsirlarning kimi har xil nima so'radi. Al-ma'sur deb ataladigan va yana bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar qabul qilgan, tabiinlar qabul qilgan, shu davrda yozilgan tafsirlar, ular hech qanday bir nimani fikrni o'zining ra'yini bermay, shu Qur'onni bilan, Qur'onni hadis bilan, Qur'onni shu sahobalarning tushunchasi bilan tafsir qilib, shu necha tomlarga nima qilib 20-30 tomlik tafsirlar yozilgan. Keyingi vaqtlarda ulamolar buni o'zininki shu davrdagi bo'lgan muhitiga, siyosiy ahvoliga, ijtimoiy ahvoliga qarab turib, ma'lum nuqtalarni tushungan, buni tushungan. Şunun bo'yicha tafsir qilgan. Mesela bir yerde bir örnek versak, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu wa taala insonlarniki yaralganligi nimasini jarayonini bayon qilib turib, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Ey insonlar, sizlar o'zinglarniki yaralish haqida bir shak bo'lsanglar, bunun to'liq ma'lumotingiz bo'lmasa, biz sizlarga shuni uqtirib qo'ymaydir. Biz insonning asli yana nimasini başının içine biz tuproqni yaratdik deydi. Ondan keyin fa inna khalaqnakum summa min nutfa, ondan keyin maniydan, abi maniydan. Ondan keyin bu taraqqiy qilib summa min nutfa, summa min alaqa. Ondan keyin o alaqaga o'zgaraydi. O shu so'z alaqa ma'nosida shu ilgirki tunji alhamdulillah. Tafsirlarda mesela alaqa degan bir alaqa qon, alaqa bir nimaga o'xshash, go'shtga o'xshaydigan bir qon deb tushunilgan bo'lsa, bu zamanninki taraqqiy qilishdan keyingi tafsirlarda buni bir chaplashib turadigan, alaqa degan narsaga esib turadigan narsaga ma'no, arabcha ma'nosi shunday chiqadi buniki. Alaq esilgan. Bu anininki qo'sqidagi shu bu nimaning yangi paydo bo'lgan moddaninki shu rahimga chaplashib turadiganligi. Buni nima qilingan? Keyingi vaqtida bu qon shuraydigan narsa va alaq deydi buni arab tilida. Bu ma'no o'zligi qamasa İngilizce leech deb ataydı. Qon shuraydigan bir xil bir nima va. Deymiz ona qo'ng'izga o'xshab bir narsa kichik, chaplashlarni qilib shurab nima qiladi. Ashunga o'xshab chunki u shu vaqtdagi o'zininki oladigan shu oladigan o'zining uzuqini shurash orqali oladi. Anining rahmiga chaplashib turib. Xo'sh. Endi bu shu davr bunun endi birinchi qatimqi davrda kishilar buni faqatlan bir quyuq qon deb tushungan bo'lsa, keyingi vaqtda zamonning taraqqiy qilishi bilan hozirgi yangi uskunlar ko'rib, anining qo'sqidagi balaninki qanday taraqqiy qildiganligini, qaysi shaklda bo'lganligini deb turib, uninki anınga o'zgargan. Hattoki uning aşı sürük degan shu narsaninki o'zi shakli shunga o'xshaydiganligimi. Keyingi vaqtlarda bu taxmi ilmiy fanninki taraqqiy qilganligida qilish natijasida buning hattoki shu ko'rinishimi shu sürük yoki leech deyilgan inglizcha, buni uyg'urcha shu narsaga shakli o'xshab ketganligini. Bu isbotlangan. Endi bu yerda bu Qur'oni Karim aslidagi tushunchasini kishilar shu sahobalarning davrida tushunganda ashunlam to'g'ri deb keyingisini rad qilishmi? Ya unda emas. Bu insonning aql parosati taraqqiy qilgan siri bu Qur'onning ilmini texmi cho'nqur tushunishga elib boradigan narsa. Hargizmi buning asli Qur'onningki asli Alloh subhanahu va taolaning hikmatida insonlarga bir hidoyat bilan hidoyat uchun bergan Qur'onningki o'zgarib ketishi yoki mazmuni o'zgarib ketishi emas. Bu texmi bizning taraqqiyotimizga Qur'oni Karimning qanday moslashadiganligi, ilmiy fanga moslashadiganligi, hamma buni qaysi davrda yashashdan qat'iy nazar inson shu davrga loyiq, Qur'ondan o'ziga loyiq ma'lumotlarni ola oladiganligi buni ko'rsatib turdi. Shunga bu yerda Allohning demoqchi bo'lgani bunda emas, mening bu oyatni karimaninki mazmunida mening tushunchimda men bunday tushundim. Ammo buni Alloh subhanahu va taolaning shunday qabul qilishini to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Allohning menga bu Allohning rahmati, agar xato bo'lgan bo'lsa, o'zandan deb shu olimlarmi, shu mufassirlarmi hammasi kamchilikni o'ziga qo'yib turib, yana shuni taxmi tafsiriroq bunun da yolunun bağlığı, takımı izlense bunun da takımı çok ma'lumotlarni chiqarganligi mana buni ko'rsatib turdi. Shunga bu tafsirlarninki sonining ko'payishi, har davrda har xil tafsirlarning yozilishi, kishilarninki, olimlarninki fikrlarning birishi, buningda o'ziniki ra'yi bilan buni tushunishi hammasi bu qarama-qarshilik emas, balki bu Qur'oni Karimninki ilmining, buningdagi boylikning ne kadar keng, ne kadar cho'nqur ekanligini ko'rsatib turadigan va shundaqla Qur'oni Karimning ta qiyomatgacha Allohning mo'jizasi ekanligini, hayot bir mo'jiza ekanligini ko'rsatib turadigan amaliy isbot.
Çünkü bunu biz mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu teala bizge bununki şu devir bunu özgürlep turduğun nemene, insanınki ahvalı qarta bunu düşündüğünlüğünü mesela Kur'an-ı Kerim yüzüge de qaraydigan bolsak, şunun mu? Oxşaş bolgan bir qissini, bir vaqalikni Allah Subhanahu ve Teala oxşamagan surede, oxşamagan şekilde bayan kılıdı. Ama mezmunu oxşaş. Mesela Musa Aleyhisselam'ın qissini Kur'an-ı Kerim nurgun ya da uçurtimiz. Oxşaş mezmun ne? Mesela hasisininki ilanı özgergenlik. Şu mezmunun üzerine mesela Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de oxşamagan yerde oxşamagan şekilde bayan kılıdı. Bazıda o serigerlerninki nimesiga qarama qarşı seliştirip özgerlikni kılıdı. Bazı yerde kelse bunu fakat la onu bir mucize şekilde gösterip bir onu aldığı gösterip bir mucize hareket kılıdı. Ve onu tekrarlandı hemen ustaya. Birlem neresi oğanı bir yerden de koysunmamtı Allah değerlendi ondan emez. Allah Subhanahu ve Teala bunu her nimege şu sureleninki şu deyilgen mezmunlarına göre bayan kılınan kısımlarınki aldı arkasına karta Allah Subhanahu ve Teala şu yüzünde bayan kılgan. Bunu ilim ehlileri bunun tehimu Allah Subhanahu ve Teala'nın kançılık mehribanlığını birine doğru nime kılanmaya kalsa yeni bir su körüp bunu aydınlaştırıldığında bir imkaniyetini yaratıp geldiğinde bunu bundan düşünümüz. Bu bayak da düşünümüz bununla şükür etimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya. Acaba hem de bu gaplarınki kişilerin karşı fikri bildirişinden kırışa gelsek yine ben bunu üzümüzün evli hayatına tatbiklamak istiyor. Bu üzümüzün vatanından tarihe karaylı mesela Şarkı Türkistan'ın tarihi. Okşaş tarih. Nurgun tarihçiler taraflarından, alimler tarafından nurgun şekilde yazılırlar. Okşamagan şekilde bazıda bunu roman şekilde bayan kılırlar. Bazısı bir resmi aş boğan vakalikni ayni kılıp kısık şekilde bayan kılınırlar var. Ve başka nurgun okşaş mesela bir Vatan Şarkı Türkistan'ınki 1933 yıllık azat kılınganlık devrine qaraydigan bolsak okşamagan nurgun ama mezmun bir. Bardığı elip bardığı ya bir unima dese şu vatanın azat boğanlığını gösterdiğin bir ameli bir pakını oturup koymakçı. Ama bunu jariyan uslup her xil buludu. Näme? O Kur'an-ı Kerim'de bu Allah Subhanahu wa düşken bu kalam, bunun özgürlüğü yok. Bunun hiç kim ma ayetni mana özgersen diyenmeydi. Mufassir olmaydı. Vaqti buzguncha oldu. Ayetni ayni shunda o'qiymiz. Buni shunda ibodat deb qaraymiz. Bu Allohning so'ziga hech qanday odamning bir harfni uyoq-buyoq qilish haqqi yo'q. Hatto buni ustida savol qo'yish haqqi yo'q. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Qur'oni Karimninki 5-oxirgacha hammasi Alloh tarafdan tushgan bu mukammal bir Allah'ın sözü, bunun da hiç qanday xatolik yo'q. Bunun da bütün alimlarninki ortak fikri şu. Şuna bunu tafsir qilish kelgan vaqtda faqat bu yerda kishilarga texmi yaxshi tushunsin buni. Asıllaştırış desek bunu tafsir. Asıllaştırıp berish. Bu mesela bu Araplarga nima kirga tafsirninki? Arab tili o'zi. Hammasi Arab tili dunyosida Arabcha o'qiydi. Unda bu albatta bir vaqt tushunish kerak. Tushunmaydi shuni. Mesela bazı ayetler var. Mesela bulutni sahab degan bo'lsa, yeni bir oyatda Voqea surasi Al-Muzn deb ataydi. Normal Araplarga bu ikkisini balkim bu boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Ammo tafsir buni ochiqlashtirib berdi. Ondan buni ilmiy fan asosiy fanni ilmda ondan qandaq bo'lsa muzn bo'ladi, qandaq bo'lsa sahab bo'ladi, yomg'ir ekvatqani bilan sahab bir xil atgan bo'lsa, yomg'irsiz paydo bo'lgan bulutni bir xil atgan bo'lsa, buni tushuntirib berdi. Demak bu ilmninki boyligini, cho'nqurligini ko'rsatib turgan narsa. Hargizmi buni o'zgartirayotgan yoki shuni kifoya qilsak bo'ladi deb qaraganlik qilmaydi. Shunga biz albatta İngiliz tilida men sanab baktım 40 dan ko'p Qur'onning tarjimasi bor ekan. 40 dan ko'p. Bu o'xshash ingliz tili. Xo'sh, xo'sh. Biz birini o'qigandan birini tushunadi, ammo masalan bundan 30-40 yil burun yozilgan inglizcha tarjima bilan hozirgi tarjimaning o'xshamaydigan taraf bormiz. So'zliklar zaman taraqqiy qilgan sari, jamiyat taraqqiy qilgan sari ma'lum so'zliklarningki o'rni o'zgarib ketadi yoki uni tushunish o'zgarib ketadi. Uning har xil taraflari bo'ladi. Shuningga qarata hozirgi vaqtda yozilgan inglizcha tarjima qilingan Qur'onga kelsak, hozirgi mushu normal ommabop kishilarning tushunishiga uyg'un. Ammo bundan burunqiga kelsak-chi, you degan so'z masalan sen degan bo'lsa inglizchada burun qoqlada die deb ataydi, yoziladi. Hozir u qo'llanilmaydigan bir so'z. Ammo bu nimani ko'rsatib bersa, bu har shu tilning o'zining boyligini ko'rsatib beradi bir tarafdan. Xo'sh, xo'sh. Zaten bu chiqarımdaki shu ba'zi bir so'zlarningki burun bunda atalgan bo'lsa, hozir biz buni tekshirib chiqib, buni mayli shunda atalsa bo'ladi ekan. Degan ma'lum o'zidagi tushuncha izohatlari bor. Buni qarasa to'g'ri. O'z vaqtida balki bundaroq ishlatilgan bo'lsa, buni hozir davrasi kengaydi. Hozir mesela ilim degan bo'lsak, burun faqatlam kitobdan oladigan ilm deymiz. Hozirchi kitobdan oladigan ilm emas. Hozir buning ilm olish usuli, ilmning manbaisi, buning xarakteri nurg'un o'zgarib ketdi hozir. Biz buni o'tganki boshqa bir programmamizda buni tafsili bilan to'xtaldik. Shunga buni biz uchun bo'lgan bir boyliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nınki biz üçün bizge nima bergan katta bir rahmet edip bununla şükür etişimiz kerak ve şundaqla
avlodlarimizni texmi buningda ilgilab, texmi ishkillab, yaxshi o'qib, olim bo'lib, bu xizmatni texmi taraqqiy qildiradigan, bo'lsa texmi yaxshi doirada kengaytib, bu masalani shundaq tafsirlarni yozishga biz albatta boshqalarni undisak bo'ladi. Buni bir ular uchun o'rnak qilib berishimiz kerak. To'g'ri, to'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Nayet güzel tafsili so'zlab berdilar. Boshqa gaplar qo'shimcha bo'lmasa, o'sha programmamizni oxirlashtirsak, boshqa bir gap yo'qdi inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamizni o'sha oxirlashtiraylik. Haqiqatan ustoz oxirida deb o'tgandek, har ishning lekin bu deganlik buningdan keyin masalan nurg'un tafsirlar chiqishi mumkin. Chiqadi bu ummat yani qiyomat qoyim bo'lguchi dini olimlar kimlar o'tadi Allohdan boshqa bilmaydi albatta. Xuddi butun tarixdan buyon xilma-xil olimlar yetishib chiqib, hali ham yezyotdi, hali ham buni tafsirlab kengaytayotgandek biz bilmaydigan nini ishlar o'tirib chiqadi. Lekin bu deganlik hargiz Qur'on har bir musulmonlar bo'lsa yugurib qopib, xuddi har sohada dunyoning har qanday bir yerida bütün sahaning mutaxassislari professor bo'lgandek bir doktorlikda professor bo'lgan eng yuqori saviyaga yetgan bir inson qopib, masalan, o'zi professor bo'lsa-mu, agar islomiy bu arab tilininki mohiyati buning masalan tafsirlash, u professor bo'lgan taqdirda qopib, Qur'onning masalan bir tarjimasini o'tirga chiqolmaydi. Har qanday bir kasbninki shu kasbning egalari uningga cho'nqurlab şu kasbga aloqador kitob, material, maqola buni dunyoda e'lon qilayotgandek, islomning olimlari yetishgan kishilari bu tilni mukammal bildigan, hadislarni bildigan, buning to'g'ri xatosini ayriya oladigan insonlar bugun davrimizda bo'lgandek, tarixda ham bo'lgandek, buningdan keyin ham bo'ldi, o'tirg'a chiqadi. Va u ana shu qoida, qonuniyatlarga asosan bu mayli bu tafsir olsun yoki boshqalar bo'lsin, bu ummatga islom musulmonlarga o'tirib qo'yib, bu Qur'onning javhirini Allohning demoqchi bo'lgan shu xalqga, shu insonlarga demoqchi bo'lgan murodini yetkazib berishga tirishdi. Bu shunda davom qildi hamda. Hadislarni shuningga o'xshash. Shuning uchun buni har oldiga kelgan chiqiblam, ozroq arab tilini bildigan chiqib, yengil turiblar men qilaman degan bir ish emas bu hamda. Bunu nuqtani tushunishimiz kerak. Shuning uchun birisi bo'lgandan yetdi, u bu degandek bu fikrlarning hammasi bu masalani to'liq tushunmaganlikdan o'tirg'a chiqayotgan fikrlar hamda. Aslida bu sohaning qanday bir soha ekanligini tushunsak, hech qanday bir hayronlik his qiladigan, bizga bir g'ayriy tuyuladigan bir ish bo'lmaydi asli bu. Qancha ko'p chiqsa, shuncha har bir olimninki o'ziga tushliq bilimi, ifodalash uslubi bularning hammasi yangi bizga tushuncha ato qildi albatta. Alloh subhanahu va taolo millatimizga, islom ummatiga xizmat qiladigan diniy olimlarni yetishtirib chiqib berishini umid qilamiz, orzu qilamiz albatta. Alloh to'g'rini to'g'ri bilib amal qilish, xatoni xato bilib uningdan yiroq turish ne'matini ato qilsin deb tilaymiz Rabbimizdan. Allah ömür verse başka bir programda görüşürüz. Aman bu gayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.